Chiqyapti-ku blogerchalar, masalan, vaynerlar. Bespantov, бестолковый narsada. Bironta foyda bormi o'sha vaynerlardan? Konkret, masalan, может tarafini olarsiz, может yo'q. Bironta foyda bormi, masalan, bironta foyda. O'sha chiqadi 5000 so'm bering deydi o'sha Bobur Mansurov. Masalan, qanaqadir tip tarafidan qarasak, masalan, odam tarafidan bilmayman, tip tarafidan qarasak, masalan, qanaqadir yoqar. Nima uchun yoqadi? Masxara bo'l sifatida. Men masalan pulim bor, vaqtim bor. Xuddi pochoday masxara bo'lib tomosha qilishim kelsa, ko'rishim mumkin. Nimadir qilib qo'ygansiz, ko'rishingiz mumkin. Lekin hech narsa qilmagan odam, hech narsa qilmabsiz, ertalab turgansiz, hali hech narsa qilmagansiz, o'chyapsiz, o'sha Bobur Mansurov tomosha qilib dopamin olib o'tiribsiz. Masxara bo'ldi. Sen nima qilib qo'yding, shu masxara bo'ldi tomosha qilib o'tirishing o'zi. U narsadan bironta qanaqadir blokchainni ishlashni aytayaptimi, shardingni aytayaptimi, sidechainni aytayaptimi, superchainni aytayaptimi, layer zeroni aytayaptimi. Nimani aytayapti u odam eshitish kerak uni. Odamlar bilmaydiki, shu o'zini o'sha resursi bo'lgan vaqtini o'shalarga podarka qilib yuboryapti. Siz mana shu vaqtni, mana shu vaqtni pulga tenglashtirsa, shu o'zini pulini unga beraveradi. Da, o'zini pulini bilmaydi odamlar shu narsani. O'zini pulini fakt что o'sha vaynerlarga berib yuboradi. Vayner biza men aytmayman boshqalarda что vaynerlar ko'p ko'rilyapti, полезный kontent kam ko'rilyapti. Mayli, lekin slishkim kam ko'rilsa yomon-da.